Assalomu alaykum azizlar, qadrli yurtdoshlar. Biogomiz Toshkent kanalimiz a'zolari mana ishlarimizni davom ettirmoqdamiz. Xudo xolasa har kunlik biogomiz dastavkalarini o'z egalariga, dehqonlarga hamda ulgurji sotuvchilarga dastavka qilish jarayonidamiz. Mana yangi joylar olinib, yangi reaktorlar hosil bo'lmoqda. Tayyor biogomizlarimiz elanmoqda hamda o'z egalariga yetkazib bermoqdamiz. Biogomizlarimiz juda ham sifatli, har qanaqa razmerda olishingiz mumkin. Ya'ni 5 kilolik, 10 kilolik, 25 hamda 50 kilolik hamda naval shaklda ham biogomizlarimiz bor. Yangi reaktorlar hosil bo'lmoqda. Mana hozir ikkinchi reysimiz Chorsu bozoriga 1,5 tonna 5 kilolik hamda 10 kilolik upakovkalardan dastavka qilmoqdamiz. Bu 5lik razmerda o'tgan, juda ham sifatli hamda mayin, 1 yil davomida Kaliforniya chuvalchanglari yordamida qayta ishlangan mahsulot. Chuvalchanglarning organizmidan to'yinib yaxshi tabiiy o'g'it bo'lib chiqadi. Upakovka so'raganlarga mana 5 kilolik, 10 kilolik upakovkalarimiz ham bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo bepul.